Ona tinchlikmi? Assalomu alaykum. Necha kundan beri bitta o'zim yotishga qo'rqyapman. Menga masjidga joy solib bergan. Tushunmadim uni. Masjidga joy solaymi? Tushunmadingmi? Mana masjidga joy solib bergan, Baxtnur desam, darrov chiqasan yonimga. Bo'ldi, hop, ona. Onasi ishing tegiga shuna joy solib ber, onam so'rayaptilar. Mayli adasi, men solib beraveraman. Lekin qanaqadir spalning tagida yotib olishlari g'alati emasmi? Men sal uyalaman-da adasi. Ha? Uyaladigan bo'lib qoldingizmi? Shu o'g'ilni men tuqqanman-da. Bilsangiz agar, siz tushmasingizdan oldin mana shu o'g'lim bilan bitta joyda yotganman, bitta uyda. Mana shu uylarni ham men berib qo'yganman sizlarga. Mana shu uylar hammasi meniki. Xohlasam shu uyda ikkala uylarni o'rtanglarga ham tushib yotib olveraman. Ha, aytgancha. Menga qarang, ko'chaga chiqqanlaringizda spanning eshigini quplamasdan keting. Bu uylar hammasi meniki bo'ladi. Xohlasam kaliti ham meni qo'limda turadi. Shuni bilib oling. Onasi, onam adamdan shunaqa asabiy bo'lib qolganlar. Hech bo'lmasa sen pastdan kelib, joylarni solib bera qol. Hop, rahmat.